Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar, chorva ishqibozlari hamda Oqtepa uz kanali obunachilari. Do'stlar, barchalaringizga assalomu alaykum degan holatda bugun sizlar bilan Ilhom akamlarda xonadonidan, dehqon xonadonidan ozginagina video obzor qilamiz. Albatta qo'llaydan kelgancha like va podpiskani bosib qo'yasizlar. Bugun 2026-yilning 18 bugun aka 18-iyul sanasi hafta kuniga shanba. Barchalaringizga shanba kunlari muborak bo'lsin. Do'stlar, juda ham kun issiq bo'lyapti. Muzda joyda damni olib, kechki salqinda tashqariga chiqaverasizlar. Ilhom aka, assalomu alaykum. Tuzimisiz? Charchamasdan. Qalay chorvalar aka? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Zotlar teribsiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu salom hammaga. Salom. Musofirda ko'rib turgan aka-ukalar, iloyim inshaalloh. Nima deymiz? Sizlar ag'dan yaxshi ishlab pullarni jo'natinglar, biz yaxshi mollarni sizlarga taqdim qilamiz. Qo'llaringdan kelganicha albatta reaksiyalarni bildirib, bang'illab turasizlar. Aka, bu qaysini bo'lasi? Sotilog'onni bolasi. Ha, sotiladiganni bolasi, ona bolasi. Nimami bu? Xunajin? Bolasi Xunajin, vajjanavor. Sementda otaga tortibdi. Otaga rangi tortibdi. Ona endi mana o'zlari mana xunajin. Mana bu tarafda semental novvochchamiz. Buni qarang. Bu ham otaga tortgan. Mana sement, bunga ham semental irg'igan. Qadrli aka-ukalar, mana ona o'zimizni shu jaydari sigir ota semental qo'yilganligi uchun buni qarang. Vajjanavor. Mashalloh demaslikning iloji yo'q. Qadrli aka-ukalar, bu mana gibridis qaysini bo'l? Mana chekkadagi bolasimi? Chekkadagi bolasi. Buni bolasi. Rossiyskiy черный пёстр, bu? Mana do'stlar, rossiyskiy черный пёстр o'zimizni haqiqiy zo'r sigir, sut yo'nalishi. Mana buni ham qo'yodingizmi sementalga? Buni ham sementalga qo'yganmiz. Qayerda qo'yilgan? Semental novosiga qo'yganmiz. Oq-birada qo'yilgan. Mana qadrli aka-ukalar, juda ham zo'r sigir bo'ladi, xudo xolasa. Shu 5 oylik bular. 5 oylik o'zi. Aka, yo'qotmay lekin. Zotlarni yo'qotmay. Juda chiroyli zot bo'pti, xudo xolasa. Yaxshi. Aka, bunimiz sotiladi, adashmasam. Bunimiz sotiladi. Mana shu holati ko'rib turgan sigirlaring sotiladi. Yeb ichishlari hamma yo'g'i joyida aka. Hamma yo'g'i zo'r. Bo'g'ozmi aka? 2 oylik bo'g'oz uzi qilingan. 2 oylik bo'g'oz uzi qilingan. 5-6 litr suti bor, sog'in hozir. Mana do'stlar, 2 oylik bo'g'oz uzi qilingan. Xudo xolasa, buni aldab, aqabaqa, unda ketdi yo'q, xullas. Eng asosiysi, dehqon xonadonida ag'dan-bag'dan kelmagan aka, olmagansiz. O'zimizni mana shu sigirni bo'lasi. Mana. Shu Vajjanov. semental Arqalaridan ham ko'rsatamiz. Shunaqa tug'ilgan. Mana shu sigirni bo'lasi, shu o'zimizdan. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin. Do'stlar, orqa tarafdan ko'rinishi. Ilhom aka, iloji bor-a buni tashqariga. Olib chiqaylik aka. Endi hali haqiqat dehqon olsa, bir oyoq qo'lini ko'rib turib, Anjoni sog'ligiga to'xtating molda, sotmay turing deyishlari mumkin, xudo xolasa. Mana shu joyga nomeringizni aytib keting aka, necha nomeringiz? 90li 582 1581. Pastga ham yozib qo'yamiz, xudo xolasa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat ishlaydi inshaalloh nomerlari. Qani ketdik. Voh. Salqinroq olib chiqing, iloji bo'lsa bir qator ko'rsatamiz. Mana do'stlar, haqiqiy molni ishqivozi eskitdan bilaman bu akani. Mana ko'ryapsizlar. Idealniy darajadagi. Moling bormi desa bor deydigan darajada. Hurmatli aka-ukalar, kaltaroq o'xshamanki olib keling aka. 2 oylik bo'g'oz 6 litr sutga. Xudo xolasa, aka, yaxshiroq zotga qo'yganmisiz molni? Ha? Gibrid novvosiga qo'yilgan. Semental Rossiya gibrid. Juda ham zo'r. 2 oylik bo'g'oz uzi qilingan. Nima qilamiz endi aka, buni pulini gapiring endi. Xalq kutyapti. 35 million kami bor, xayrasi bor. Xayri bor, so'ramay qo'yaver-a. Bor.
Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, 35 million kami bor. Xudo xolasa videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Xudo xolasa barchalarga javob berishga harakat qilamiz. Qadrli aka-ukalar, mol o'ta darajada sog'lom, oyoq qo'li toza. Gap yo'q. Boqqanga rahmat. Shunaqalardan hammaga nima qilamiz? So'raymiz inshaalloh. Do'stlar, go'zal holat. Ilhom aka olib kiravering. Bemalol aloqaga chiqib juda ham zo'r olaverasizlar. Siluslarni ham akamiz menga mana boplab qo'yibdi. Juda ham zo'r holatda. Uzumlarimiz pishyapti. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kanalimizda qo'yinglar. Inshaalloh barchalar bilan ko'rishlik Alloh nasib qilsin. Obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Shunaqa yaxshi, chiroyli, go'zal videolarni albatta bizi kanaldan topasizlar. Nima deymiz? Chorvalaringga Alloh baraka bersin. Inshaalloh barchalar bilan ko'rishlik nasib qilsin albatta hojilarda.